Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi ma'ruzamiz turli tabiiy joylashuvga ko'ra hududlarning mikrobiologik uyushmasining tarkibiy va funksional tashkil etishini taqqoslash mavzusi haqida gaplashib o'tamiz. Mavzumizdan kelib chiqadigan bo'lsak, zamonaviy ilmiy qarashlarga ko'ra, ya'ni olingan adabiyot tahlillariga ko'ra, olimlarning izlanishlariga ko'ra, tuproq mikroorganizmlari tasodifiy tarqalmaydi, balki biogeografik qonuniyatlarga bo'ysunadi. Ularning tarkibi quyidagi omillar bilan belgilanadi. Ya'ni biogeografik qonuniyatlarda joylashishida asosan birinchi navbatda iqlim, ya'ni bu yerda harorat, yog'in miqdori va qurg'oqchilik indeksi hisobga olinadi. Ikkinchisi tuproqning pH muhiti va granulometrik tarkibi. Uchinchisi o'sha tuproqdagi organik moddalarning miqdori. To'rtinchisi sho'rlanish darajasi. Beshinchisi o'simliklar qoplami hamda o'sha u yerda o'sadigan o'simliklarning turlariga ham bog'liq bo'ladi. Oltinchisi bu relyefi va gidrogeologik sharoiti hisoblanadi. Mikroorganizmlar va ularning ekotizimdagi ahamiyatiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ma'lumki, turli tabiiy joylashuv sharoitida tuproqlarning mikrobiologik uyushmasi, tarkibi va funksional tashkil etilishi sezilarli darajada bir-biridan farq qiladi. Tuproq mikroorganizmlari biosferadagi eng yirik biologik tizimlardan biri hisoblanadi. 1 gram tuproq tarkibida o'rtacha 10-8 hamda 10 darajasida bakteriyalar, ya'ni hujayralari, bir qancha zamburug'lar sporasi hamda aktinomitsitlar mavjud bo'ladi. Tuproqning 0,20 santimetrlik qatlamida mikroblar biomassasi 200 dan 1,5 ming kilogramm gektar oralig'ida o'zgarib turadi. Ushbu ko'rsatkichlar hududning iqlimiy sharoiti, tuproqning kimyoviy tarkibi, organik moddalar miqdori, namlik rejimiga va sho'rlanish darajasiga bevosita bog'liq hisoblanadi. Ma'lumki, mikroorganizmlar ekotizimning asosiy drayverlari hisoblanadi. Ular organik moddalarni parchalab, oziqlanish tarmog'ini qo'llab-quvvatlaydi va azot va karbon sikllarni boshqaradi. Har bir tabiiy joylashuvda mikrobiota tarkibi va funksiyalari orqali o'ziga xos xizmatlarni bajaradi. Bunda turli tabiiy joylashuvdagi mikroorganizmlarning jamoaviy tarkibi jihatdan taqqoslanish inobatga olinadi. Hududlar bo'yicha turlar, ya'ni xilma-xilligi va ularning qay miqdorda ekanligi aniqlanadi. Shu bilan bir qatorda metabolik imkoniyatlari baholanadi va atrof-muhit omillar bilan bog'liqligi, hududlar aro farqlari statistik tahlillar qilinadi va taqqoslanadi. Turli tabiiy joylashuvlarga ko'ra tanlangan hududning umumiy tasnifiga keladigan bo'lsak, bir qancha hududlarni tanlab olingan bo'lib, ular haqida ma'lumot berib o'tsam. Nam hamda o'rmon zonalarida olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni o'rmon tuproqlar hududini olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda yog'in miqdori 801,5 mm yiliga tashkil etadi. Organik moddaning ulushi esa 3-8% yetadi. Bunday sharoitda ayrim mikroorganizmlar, ya'ni bakteriyalar guruhlari ustunlik qiladi. Zamburug'lar esa umumiy mikrob biomassasining 40-60% tashkil etadi. Biologik xilma-xillik yuqori bo'lib bu hududlarda, ya'ni Shannon indeksi 5,5-7 oralig'ida qayd etiladi. Mikroblarda, ya'ni mikroblarning nafas olish intensivligi 800-1200 mg/kg, ya'ni sutkasiga yetadi. Organik qoldiqlarning 80-60% qismi, ya'ni 1-2 yil ichida mineralizatsiyalanadi. Bu holat uglerod aylanishining jadal ketishini ta'minlaydi.
Mo'tadil iqlim ekotizimiga keladigan bo'lsak, yog'in miqdori 400-800 millimetr yiliga yog'ib, organik modda miqdori 2-4% tashkil qiladi. Antibakteriyalar, ya'ni guruhlari keng tarqalgan hisoblanadi va Shannon indeksi bo'yicha 4,5-6 oralig'ida turadi. Azot mineralizatsiya tezligi esa 40-120 kilogramm gektariga yiliga teng hisoblanadi. Nitrifikatsiya intensivligi esa 0,5-2,5 milligram kilogramm sutka darajasida kechadi. Bu ko'rsatkichlar esa tuproqning agronomik unumdorligini belgilab beradi. Arid mintaqalarida keladigan bo'lsak, ya'ni yarim arid hududlarda yog'in miqdorlari 100-400 millimetrni tashkil etib, yiliga organik modda 0,5-2% gacha kamayadi bu hududda. pH ko'rsatkichi esa 7,5-8,5 oralig'ida bo'ladi. Bu sharoitda ayrim bakteriyalarning ustunligini ko'rishimiz mumkin. Ularning ulushlari 15-25% gacha, ya'ni pasayib borishi kuzatiladi. Shannon indeksi bo'yicha bular 2,5-4% gacha pasayadi. Mikrob biomassasi esa 150-400 kilogramm gektardan oshmaydi. Uglerod emissiyasiga ko'ra 200-500 milligram kilogramm sutka atrofida bo'lib, mineralizatsiya koeffitsiyenti 0,5 hamda 0,15 kunni tashkil qiladi. Arid indeksi esa 0,2 dan past bo'lganda mikrob xilma-xilligi 30-50% gacha kamayishi kuzatiladi. Shu bilan bir qatorda sho'rlangan tuproqlarimizni misol qilib oladigan bo'lsak, sho'rlangan tuproqlarimizda glofil mikroorganizmlar ulushi 10-25% gacha ortadi. Mikroblar biomassasi esa 25-40% gacha kamayadi. Nitrifikatsiya jarayoni 40-60% ga pasayadi. Shannon indeksiga ko'ra 2-3,5 oralig'ida bo'ladi. Gipsli tuproqlarda gips miqdori 10-60% ga yetishi mumkin hisoblanadi. Namlik rejimini keskin o'zgaruvchan bo'lganligi sababli organik moddalar mineralizatsiyasi nam tuproqlarga qaraganda 1,5-2 barobar sekin kechadi. Mikrobiologik jamoaning tarkibiy tahlili turlarning xilma-xilligi va miqdoriga ko'ra olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir narsani aytishimiz mumkin. Tarkibiy tahlil yuqori o'tkazuvchanlikka bog'liq holatda ifodalanadi. O'rmon tuproqlarida organik moddalar boyligi tufayli xilma-xilligini ko'rsatadi. Cho'l tuproqlarda, ya'ni organik moddaning kamligi esa ushbu hududlarda mikroorganizmlar turlarini ham kamligini, ya'ni miqdor jihatdan kamligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, har bir hududda o'ziga xos dominant turlar mavjud bo'ladi. Bu dominant turlar ana shu hudud uchun moslashganligi bilan ajralib turadi. Mikrobiologik jamoaning funksional tahlilini qiladigan bo'lsak, funksional tahliliga metagenomika orqali amalga oshiriladi va bu har bir hududni chuqur o'rganilgan taqdirda har bir hudud uchun o'ziga xos bo'lgan, ya'ni mikroorganizm turlari joylashadi. Ya'ni umuman olib qaraydigan bo'lsak, o'rmon hududlarida lignaliz fermentlar va cho'l hududlarda esa osmotik tolerant stress genlari ko'proq aniqlanadi. Funksional profil hududlarning biokimyoviy xizmatlarga bevosita belgilanadi va ekotizimga ta'sir ko'rsatadi. Taqqoslashga keladigan bo'lsak, hududlararo o'xshashliklar va farqlar haqida alohida to'xtalib o'tamiz. O'ziga xos o'xshashliklar hamda o'ziga xos farqlari mavjud hisoblanadi. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, o'rmon hududlari yoki cho'l hududlari bilan farqlanadigan bo'lsak, bu yerda turli tabiiy joylashuv sharoitlarida mikrobiologik uyushmalar haqida to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda tarkibiy jihatdan iqlim va tuproq omillariga sezgir hisoblanadi.
Ikkinchi, funksional jihatdan esa ma'lum darajada barqaror, biroq ekstremal sharoitda sezilarli o'zgaradi. Uchinchisi, arid, ya'ni sho'rlangan hududlarda xilma-xillik kamayadi, ammo moslashuvchan guruhlar, ya'ni mikroorganizmlarning guruhlari ustunlik ko'rsatadi. To'rtinchisi, o'simlik qoplami mikrobiom shakllanishida asosiy determinantlarligini belgilaydi. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, har bir hududning o'ziga xos o'xshash taraflari va bir-biridan farqli taraflari mavjud hisoblanadi. Mana bu keltirilgan diagrammaga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu yerda atrof muhit omillari ko'rsatilgan, ya'ni bu yerda mana shu tuproqlardagi mikroorganizmlar miqdori, hududiy joylashishi, funksional bajaradigan funksiyasiga ko'ra harorat, namlik, sho'rlanish darajasi, pH muhitlari, resurslarning mavjudligini, shu bilan bir qatorda antropogen ta'sirlar qanday qilib ushbu jamoa tarkibini va funksiyalarni o'zgartirishi ko'rsatilgan hisoblanadi. Ushbu omillar turli ekotizimlarda turli xil darajada o'z kuchini ko'rsatadi va shunga mos ravishda tuproqdagi uglerod siklini boshqaradi. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, tabiiy joylashuv sharoiti mikrobiologik uyushmalarning tarkibiy tuzilishi va funksional faoliyatini belgilab beradi. Nam zonalarda xilma-xillik va fermentativ faollik yuqori turadi, ya'ni Shannon indeksi bo'yicha 5-7 ni tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich esa arid sho'rlangan tuproqlar sharoitida 2-4 ni tashkil qiladi. Sho'rlanish va gipsliklanish tuproqdagi jarayon, ya'ni mikroblar biomassasini 25-50% kamaytiradi. Bundan ko'rinib turibdiki, tuproqlarning holatiga mana shu tuproq eritmasining tarkibi, tuproqning sho'rlanishi, pH muhitlarining ta'sirini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Eksperimental ekologik sharoitlarda funksional barqarorlik 40-60% gacha pasayishi mumkin. Shuning uchun ham mikrobiologik uyushmalarning tabiiy geografik joylashuvi tahlil qilish tuproq unumdorligini, ekotizim barqarorligini hamda iqlim o'zgarish sharoitida biokimyoviy jarayonlarni prognoz qilishda muhim ahamiyat ega hisoblanadi. Shuning uchun ham biz tuproqlarni tahlil qilishda avvalambor ularning birinchi navbatda joylashgan o'rni, shu bilan bir qatorda ularga ta'sir etuvchi omillar, tuproqning granulometrik tarkibi, o'simliklar qoplami, eng asosiysi gidrogeologik sharoitlarni ham inobatga olinadi.